Assalomu alaykum. Hozirda Toshkentda bo'lib o'tayotgan avtomexanika 2025-yilgi listifikatsiyaga tashrif buyurdik. Mashinalarning obzori bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rgazma zalining oxirgi qismida shu ko'rgazma tashkilotchilari tomonidan qo'yilgan Italiyada ishlab chiqarilgan Lamborghini avtomobillari, bu yerda Adventures SVG modeli qo'yilgan. Xiaomi 7 Ultra avtomobili aytishlaricha dunyodagi eng tez avtomobil hisoblanar ekan. Bu yerda esa Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan MG Cyberster avtomobili qo'yilibdi. Hozir buni ichiga o'tirib ko'ramiz. Eshik knopka orqali ochiladi. Ichkaridan knopka orqali yopib olamiz.